Assalomu alaykum. Mening ismim Mohina Muxtorova. Qo'qon universitetining 622-guruh talabasiman. Elektron ta'lim resurslari fanidan tayyorlangan ushbu video roligimda sizlarga WordWall platformasidan qanday foydalanish haqida to'liq ma'lumot beraman. Dastlab brauzerimizga kirib, www.wordwall.net saytiga o'tamiz. Bu platformada hisob ochish yoki Google orqali kirish juda oson. Men hozir shaxsiy hisobim orqali kiryapman. Keyingi qadam. Yangi topshiriq yaratish uchun Create Activity tugmasini bosamiz. Bu yerda turli interaktiv turlar mavjud. Quiz, Matching, Open the Box, Find the Match va boshqalar. Keyingi qadam. Men bugun quiz formatidan foydalanyapman. Bu yerga savollar va javoblar variantlarini kiritamiz. Masalan, ingliz tili bo'yicha bir nechta test savollarini yozamiz. Savollarimiz bunday bo'lishi mumkin. Birinchi savol. Question 1. What color is the sun? Quyoshning rangi qanday? Pastda variantlar berilgan. Variantlardan birini ustiga bosib, to'g'ri yoki noto'g'riligini tanlashimiz mumkin. A variant blue, B variant red, C variant yellow, D variant black. C variantni to'g'ri javob deb qabul qildik. Add questions bilan yana yangi savollar qo'shishimiz mumkin. How many legs does a cat have? Mushukning nechta oyog'i bor? A variant 2, B variant 4, C variant 5, D variant 6. E'tibor bergan bo'lsangiz, B variantda to'g'ri javobni yozishdan oldin X ni psichkaga, ya'ni to'g'ri variantga almashtirdim. What fruit is red and round? Qaysi meva yumaloq va qizil rangda? A variantni to'g'ri deb olyapman, ya'ni apple, olma. B variant banana. C variant orange. D variant ananas. Yuqorida ko'rsatilganida activity title deb qo'yilgan. Bu yerga activityimiz uchun nom kiritishimiz mumkin. Masalan, activity or free activity. Har bir savolning oxirida rasm tanlash uchun belgi berilgan. Bu yerdan kirib, o'zimizni savolimizni mavzusiga mos bo'lgan rasmlarni qidirib joylashimiz mumkin. Masalan, birinchi savolimiz quyosh haqida edi. Ya'ni buning uchun the sun deb poisk beramiz. Chiqqan rasmlardan o'zimiz uchun yoqqanini tanlab qo'yamiz. Qolgan savollar uchun ham xuddi shunday davom etaveramiz. Cats deb oqtardim bunga. Ya'ni savolim mushuklar haqida bo'lishi uchun.
Uchinchisi, mevalar haqida fruit deb poysk beraman. Savolimizning javobi olma bo'lganligi uchun olma rasmini tanladim. Albatta bu kichkina sinflar uchun savollar edi. Hammasini qilib bo'lganimizdan keyin, xohlaganimizcha miqdorda savol javob tuzib bo'lganimizdan keyin done tugmasini bosib testlarni tugatamiz. Keyingi qadam o'zimiz bajargan aktivitelarni tekshirib chiqamiz. Savollarimiz, o'yinimiz ko'ngildagidek chiqqanligiga ishonch hosil qilganimizdan keyin share tugmasi bilan share page ga o'tamiz va u yerdan publish qilamiz. Bizga havolasini beradi, ya'ni silkani kopировать qilamizda bemalol ulashaveramiz.